Gulchka, Gulnoza qizim, mana dadamni hozir kolyaskaga o'tirgizib tashqariga olib chiqdim. Holvetar berdim, issiq choy ichdilar. Malohat ikkalamiz olib chiqdik, toza havoda maza qilib o'tiribdilar. Yaxshilar dadam. Mana asal dadajonim oposhlar. Qo'lingizni ko'tarib qo'ying ularga. Analar dadam. Asalim, mani dadajonim, mehribonim. Analar ko'rding, настроениялari ham yaxshi. Hozir Malohat ikkalamiz o'tirgizdik, o'zlari kolyaskaga chiqib o'tirdilar. Baqa olib chiqdim. Meni yigitlar yo'qda, bo'lmasam pastga olib tushib hovlilarni aylantirardim, ko'rsatardim. Kachelalarga olib chiqib o'tirgizdirardim. Xudo xolasa ertaga chiqamiz dada hovliga, pastga, xo'p? Mashinangizni ko'rsataman, darvozagacha boramiz. Qaytib suvrini oldidan aylantiraman. Хорошо? Asalim, mani o'zimda mehribonim dadajonim.